Okay, ustamas ekansizlar. Oldingi ko'rgan obyektlarim unaqa emas edi. Nimaga o'xshamayapti bu yoqda? Yaxshi olib borib ko'rsatgan obyektlarim begona emas. Bittasi qo'shningiz, bittasi o'zingizning родной ukangiz bo'ladi. Ularning uyida qanday ishlagan bo'lsa, xuddi shunday ishlay olasiz siz uyingizda ham. Biz ham bu rizqni ko'tarib uyga olib borib bolalarga yediramiz. Unaqa mas'uliyatsizlik qilmaymiz. Bilmayman nega o'xshamayapti. Okay, shuncha yil stajingiz bor. Bu endi bahona emas-da, okay? Bo'ldi, ishga tushdingizmi, pulingizni olasizmi? O'sha qilib berishingiz kerak-da. Yoki ayting, qo'limdan kelmayapti, deb bo'ldi. Qarang, misol, mana shuni siz kuchingiz bilan sindiraman deb o'ylaysiz, to'g'rimi? To'g'ri. Alloh xohlamasa ham sindira olasizmi shuni? Yo'q. Biz ham faqat sababini qilamiz. Birinchi marta qilayotgan ishimiz emas. Shuncha joyda bitirib qo'yamiz. Biz ham sababini qilamiz, natijasi Allohdir. Ustakalar, sizlarda ham xuddi shunaqa holat bo'lganmi? Qanaqadir obyekt og'ir bo'ladi. Harakat qilasizlar-yu, natijasi sizlar kutgandek bo'lmaydi.